Do'stlar, bitta narsaga kelishib olaylik. Bundan buyon reklamada qo'limda shunaqa mazali gazdak semichkalar bo'ladigan bo'lsa, hamma narsamiz arzon aytiladi do'stlar. Bu shunaqa xususiyatga ega ekan. Qaranglar. Bo'lg'oni 21 ming dollarga yer uyimiz Qorasuv shahrimizda bozorga o'tayla yaqin qo'shni bo'lib joylashgan. Bugun sizlarga jajjigina domda o'rniga 21 ming dollarga dokumentalni yer uyimizni sizlarning xizmatingizga bugun sotuvga chiqardi. Assalomu alaykum o'zimni do'stlarim, hurmatli vatandoshlar, jalbingizlar omonsiz. O'z-o'zim Qorasuv shahrimizda bunday jajjigina, bunday cho'ntak bor bir uy bo'lsa deb istab yurgan do'stlarimizga biz hozir o'z-o'zim Qorasuv bozorining oldida bir 2 minutlik yo'l do'stlar, rayonda arxitekturaga bir devor qo'shni bo'lib joylashgan. Bu joyimiz bo'lsa, Qorasuvdagi sotxonaning orqasiga to'g'ri kelib qolar ekan. Hozir shashib tursizlar, polni arendlarni beraman. Qorasuvga yaqin yerdan pad biznes holatda bu yerda xolasanglar, sklad bo'lmasa bir производство ishlab chiqarish qilib ishlatib oladigan bo'lmay qolsa, jajjigina ikkita xonasida bemalol yashasa bo'laveradigan shunaqa yer uyimizni do'stlar срочный bog'da 21 ming dollarga qo'ydik. Buyursa dag'i kichkina savdolash yo'llari bor. Uyga deyapti, dokument hamma yo'q joyda deyapti. Qaranglar, Qorasuvda bunday lokatsiya zo'rligini hisobidan gazlarimiz bor ekan, svetlari bor, tashqarida mana suvlargacha bor ekan. Bismillah deb kirganimizda do'stlar, O'zbekistondan kelgan mazali yangilik gazdak nomidagi semichkalarimizni sizlarga ham chaqishlaydi. Tavsiya qilib qolamiz, shahar do'konlaridan istasanglar bo'ladi. Bu tomondan bismillah deb kiramiz. Ikkita xonamiz bor ekan. Bir so'rili xonamiz. Bu uyimizda oxirgi 10 yildan oshiqroq bo'libdi. Hali hech kim yashamay qo'ygan, bir 10 yildan beri hech kim yashamay ekan. O'rtacha shunaqa bir remontdan chiqqan odamizki, buni do'stlar bir qancha do'stim bir 3 ming 4 ming dollar agar choplab qo'ysa, bir normal yashaydigan uy aylanib qolar ekan. Razmerlari genang bo'lgan, ko'cha qora aynaklari bilan shunaqa ikkita xonasi bor ekan. Do'stlar, razmerlari uyda egasi ham to'shni bilmay qoladi. Men hozir polni qadamma-qadam bo'lsa ham o'lchadim. Bu tomoni toza 15 metr bo'lyapti uzunasi, mana bu tomoni 6 metr. 6 metrga 15 metr bo'lyapti do'stlar. Dokumentlari bor deyapti. Mana gaz pas hamma yo'q bor. Men qiziqqanim do'stim Qorasuv bozoriga yaqin bo'lsa, buni hali savdogar akalarimiz sklad qilib, do'stim olib ishlatib olsa ham bo'laveradigan yaxshi imkoniyatlar bor ekan. Endi buni dokumenti, u yoq xullas nima bo'lish kerak bo'lsa, hozir telefon nomerlarini aytaman. Egasi bilan bemalol ko'rishib, o'zingizlar so'rab surishtirib olsanglar bo'ladi. Xudo xolasa biz o'rtadagi mana sizlarga reklamachi, ya'ni bir tavsiya qiluvchi vositachimiz do'stlar. Telefon nomerlari 0553 bilan 14 44 14 0553 14 44 14 do'stlar, shu nomerlarga kengri qayrilsangiz bo'ladi. Bu joqda mana 3 tamokin 4 ta qo'shnilarimiz bor ekan. Mana bu zdaniyamiz, ya'ni Qorasuvdagi shunaqa arxitekturaning orqa tomoni bo'lyapti. Yuring, tashqari tomondan ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. Aka, uyimizning oldida sizlarga aytib o'tgan mana suvlarimiz ham shaqirab, og'ib jotadi do'stlar. Bu joyi Qorasuv bozorining orqa tomonidagi rayon domimizni hamma biladi. Aynan rayon domini to'g'risidagi yangi tushib qolgan asfalt mahallaga kelamiz. Mana bu tomondan osonroq topasizlar. O'shdan Qorasuvga kelib kelganimizda bozorga yetmasdan voyinkomat svetofor bor do'stlar. O'ng tomonga voyinkomat bo'lsa, so'l yoqqa burilib, Dasaf ko'chaga burilib, o'ng qo'lga birinchi mana asfalt mahallamiz bo'lyapti. Bu yoqdan kelib, bu tomondan chiqib ketsanglar, Qorasuv bozorining oxirgi esdalikka yetmasdan svetofordan so'l yoqqa, ya'ni aynan rayon domining tushundagi yangi tushgan, mana ko'ryapsizlar, asfalt xullas yo'lam garatskoy bo'lib yashayverasizlar. Mazaga sklad yashayman bir kishina bir oilalar uchun ham yaxshi variantimiz bo'lyapti. Pullari 21 ming dollar do'stlar, yana ozgina kami bor. Sizlarga aytib o'tgan telefon nomerlariga cholib, bemalol yana ma'lumotlarni olib, kelib so'rashib olsangiz bo'ladi. Baribizga ham shunaqa uysiz yurgan, uy olaman deb yaxshi niyatda yurgan do'stlarimizga shunaqa jajjigina bo'lmasa bundan kattaroq uylarni olib yashashlik nasib qilsin.